Assalomu alaykum azizlar. Mana biz bugun Turkiston Jumhuriyati o'yinining 5-qismiga yetib keldik. Xo'p, oxirgi marotibada biz Sovet Ittifoqi bilan urushgan holatda edik va u bilan tinchlik shartnomasini imzoladik. Endigi navbatimiz British Raj, xo'p, bu davlat urushyapti, Fransiya bilan urushayotgan ekan. Turkiya esa Sovet Ittifoqi bilan urushyapti. Yolg'on ham xuddi shunday holat. Xo'p, hamma urushda, demak, biz foyda ko'rishimiz uchun armiyani bir sira yo'qotamiz va iqtisodga beramiz. Ya'ni hozirgi ayni paytda 37,000 askarimiz mavjud ekan. Mana ko'rib turganingizdek, 37,000 askarni tarqatib yuborishimizga to'g'ri keladi. Disband army, ya'ni armiyani tarqatish. Armiyani tarqatamiz. Va iqtisodni rivojlantirishga harakat qilamiz. Armiyamiz 25 tagina askar qolibdi. U ham bo'lsa qayerda? Poytaxtda. Qolganlari bu Afg'onistonning armiyasi, ya'ni askarlari Sovet Ittifoqi bilan urushayotgan edi. Bizdan o'z hududidan o'tishga ruxsat so'ragan holatda edi. Xo'p, biz va ham ularga ruxsat bergan edik. Keyingisi mana armiyani tarqatib yubordik. Xo'p, Sovet Ittifoqidan o'zlashtirgan yerlarni o'zimizni mana bunday o'zlashtirish harakatiga kirishtiramiz. Yangi aholini Turkiston Jumhuriyatiga to'plashtiramiz. Va bu ishni ham amalga oshirdik. Endigi navbat Fransiya biz bilan juda ham aloqalarni uzib tashlagan ekan. Buyuk British yaxshi, holatimiz ancha yaxshi. Xo'p, aytganimdek, o'tgan videomizda aytib o'tganman, 350,000 marra qilib olganmiz iqtisodimizni. Demak, davom etamiz, 350,000 qilamiz hamda videoni davom ettiramiz. Mana bizning ekonomik holatimiz juda ham sust. Ranglardan ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana bu yerda ko'ramiz. 148,000 British Rajning bittagina shaharning o'zida 148,000. Bizni butul iqtisodimizning 60-70% o'sha bitta shahar beryapti uni. Sovet Ittifoqi Moskvada 77,000. Juda ham bizni iqtisodimiz, ya'ni ko'p tomonlama bitta shaharda emas, shuning uchun ham ana shunday sust holatga kelib qolgan. Demak, biz iqtisodni rivojlantirishimiz kerak. Mana azizlar, xo'sh, iqtisodimizni 360,000 ga olib keldik. 360,000, aholimiz esa 1,339,000. 360,000 iqtisod, xo'p, dunyoda 6-o'rindamiz va qo'shni davlatlarimiz bilan ham aloqalarimiz anchagina yaxshi. Demak, xo'p, Polsha bu yoqda, xo'p, qaysi davlatlar bilan biz chegaradoshmiz? Biz Tibet davlati bilan chegaradosh ekanmiz. Tibet hali to'liq egallab olinmagan, ya'ni to'liq egallab olinmagan Sovet Ittifoqi, ya'ni Tibet. Shimolda bizda Tibet hamda Finlandiya. Shimoliy g'arbda xo'p, mana biz qaysi bir davlat ekan? Eron bor bu yerda.
Xo'p, keyingisi janubda Afg'oniston, British Raj, sharqda Xinjiang, keyin Mongoliya, bu yoqda Japan bor, bizda Fransiya bizga aloqalarni yomonlashtirmoqchi. Xo'p, juda ham soz. Portugaliya bilan Ispaniyani urushtirib qo'ysak. Va birozgina pul ham bersak. Fransiya bilan Ispaniyani yo'q qilmoqchiman, qisqasi aytganimda. Portugallar bilaman, puldan qiynalmoqda. Va Ispaniya butkul yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi. Xo'sh, biz o'zimizni ko'radigan bo'lsak, bu yerda Eron biz uchun qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lib turibdi. Men nima qilaman? Eronni Turkiya bilan birgalikda yengaman. Qanday qilib? Xo'p, Eronni egallash bizning keyingi maqsadimiz Eron. Lekin Eron aholisi 2,5 million. Bizniki esa 1,3 million. Xo'sh, 180 ming iqtisodiga ega, biz esa 367 ming, 2 barobar ko'p. Shunday ekan, xo'sh, Eron yo'q. Menimcha, hozircha Eron bilan urushish to'g'ri qaror bo'lmasgan bo'lar edi. Xo'sh, Afg'oniston bilan urushib qo'yaylik desam, yo'q. Saudiya bilan Eronni urushtiramiz. Va bunga United Kingdomni ham qo'shamiz. O'zimiz esa chegara hududlarda qo'shin yig'ishni boshlaymiz. Mana shunday taktik o'yinlar bilan taktik holatlarda strategiyalarni amalga oshiramiz va Eronni ham yengib olamiz. Xo'sh.
Hop. Tibet hamon urushmoqda. Kim bilan? Sovet Ittifoqi bilan. Nima qiladi bular urushib bilmayman. Ayni damda Turkiston Jumhuriyati dunyoda 6-o'rinda turibdi. Xo'p. Hudud jihatdan dunyoda biz 10-o'rindamiz, ya'ni hududimizning kattaligi bo'yicha. Aholimiz bo'yicha esa, aholimiz bo'yicha 16-o'rinda. Texnologik bosqichlarimiz bo'yicha esa anchagina past, 19-o'rindamiz. Hop. Va umuman rankimiz, ya'ni kuchimiz 6-o'rinda. Va biz keyingi o'yindan boshlab Eron bilan jangni boshlaymiz.